Xo'p, hurmatli obunachilar, qanaqa savollaringiz bo'lsa kommentariyaga qoldiraverasizlar. Mana shu ham boshqacha narsa ekan. Jo'jon, o'ta ham go'shtdor ekan. Xush. Mana bu yerda ko'rdingiz-ku, sementalniy gibrid. Ha. Ashana sheriklarni 24 millionliklar. 24 millionlik. Ha. Mashitdan tomoni 9 ta. 9 tasi 24 milliondan olingan ekan. Yani hammasi zo'r o'zgarib ketdi. Bu ham 24 million ichidan. Mana bu ham endi yaxshi holati, lekin mana bu mol boqar yo'li o'zi tushunadi. Oyoq qo'li kalta, yerga yaqin, yapalaq. Go'shtdorda. Ha, yelkalar ko'ringlar. Necha oy bo'ldi mashinga? 6 oycha bo'ldi. 6 oycha bo'ldi, mana hurmatli obunachilar. Mo'ngachi yonda. U ham bir xil kelgan. Bir xil kelgan. Lekin bular bilishim bo'yicha yashur deb yengil o'tkazgan shekilli. Bularning hammasi yashur bo'ldi, orada baribir. Chorvadorlarga juda qiyin bo'lib ketdi shu yashur. Xo'p, hurmatli obunachilar, qanaqa fikrlaringiz bo'lsa, savollaringiz bo'lsa, kommentariyaga qoldiraverasizlar. Arhamjonning o'zi ham kirib javob beraveradi. Kanalni ham ko'rsatdi degan Arhamboy. Rahmat vaqtingizni ham menaqa qilganingizga. Endi o'z davr darmonlarni chala qolib ketibdi, shuni to'liq aytib ketmaslik bo'lmay kommentariyada so'kishar. Evermektin birinchi qilinadi dedik. Keyin qaysi? Evermektin, keyin Alben beriladi. Alben ichki parazitlarga. Asosan shu, keyin shu vitaminlar bor. Vitamin komplekslar. Biz hozir Body Force qilyapmiz. Body Force. Aha. Asosan Body Force qilyapmiz. Body Force. Naqa bor? Vitabaza degan periprevod anigi. Ha, yemlarga qo'shib vitamin. Ana shunaqa beryapti. Uni kanalimizda ham ko'rsatganmiz. Hozir uni ham bir ko'rsatib qo'yamizmi? Bo'laveradi, bir qator dorilarni videoning oxirida ko'rsatib ketamiz. Hurmatli obunachilar. Hurmatli obunachilar, sizlarga eng qiziq ma'lumot hozir kelganimda Alhamboy mollarga mana shu Body Force ikkovini qiyizdi. Doktor ruxsat bermadi syomkaga. Qaranglar, bitta buqoy, ponno 53 ta buqoyga qilingan dorilar. Ha, mana shu bugungi Alhamjon mana shular. Bugungi. Bugungi. Bunaqa ham bor ekan, o'tgan safarga. O'tgan safarga ham bor ekan. Mana shu Body Force'dan qilasiz. Body Force qilamiz. Yana qaysi dorilardan qilamiz? Boshdan bir boshdan birinchi kelganda shu hozir qani ekan. Evermektin bor bitta. Shifrada turadi. Evermektin qilinadi birinchi kelganda. Undan keyin Alben beramiz. Alben. Albenni olib qo'ygan endi. Hozir berishga anaqa Ha. Alben Max. Ha. 10% ekan. 10% keyin shu undan keyin mana Vitabaza ekan. Vitabaza ham zo'r narsada. Qani bir ko'rsataylik. Buni yemga sepib berasiz. Yemga sepib beriladi. Bu bittasi 1,5 kilo bo'ladi. Bu ichida 10 ta bo'ladi. 5 kilolik bo'ladi. 5 kilolik. Necha kilo yemga qo'shiladi mana shu? Bitta 1,5 kilosi. Ular 100 kiloga 200 gram qo'shiladi. 100 kilo yemga 200 gram. 100 kilo yemga 200 gram mana shu bitta Toshbolt Tota firmasiniki ekan, hurmatli obunachilar. Fikrlaringizni kommentariyada qoldiraverasizlar, sinab ko'rganlar bo'lsa. Immunobaza ham yaxshi, haligi immunitetini ko'taradi. Yashur bo'lgan mollarni ishtahasini ochgani qilingan endi bular. Shamollashga ham boribdi. Mashina bor. Enromax, bu yo'talgan zo'r. Sinaganman. Mana hurmatli obunachilar, videoning oxirida qo'shimcha ma'lumot bo'lib ketdi. Alhamboy, katta rahmat oshna ma'lumot berib o'tganingiz uchun. Bu vaqtingiz yarim soatlik video bo'ldi o'zi. Gap yo'q. Xudo xolasa haligi oyog'ini tozalayotganda bir chaqiraymi do'stim? Xudo xolasa agar vaqt qilarsak, endi biz davlat ishida ham ishlaymiz. Alhamboy ko'p chaqiradi, keling syomka qilamiz deydi. Kanakul bo'lgani uchun keldimda. Bo'ladi, gap yo'q. Ha, bu qola. Yana ham to'liq ma'lumotni Adhamboy o'z kanalida kuzatib borasizlar, hurmatli obunachilar. Mana. Hammamizga nasib qilsin shunaqa firmalar qilish.
Arxamboyni 10tadan boshlab Arxamboydek yuzliklariga yetishga